Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bu ko'ylak modellashtiramiz. Demak, ushbu ko'ylagimizni modellashtirishimiz uchun birinchi qiladigan ishimiz biza vetichkasini etak qismiga ko'chirib olamiz. Demak, bu qizlar xohishga bog'liq. Xohlasak etak qismiga ko'chirib umuman vetichkasiz qilib yuborishimiz mumkin yoki bo'lmasa proyma chizig'idan 6-7 sm tushgan holatda ko'krak liniyasiga tutashtirib yon qismimizga ko'chirib yuborishimiz mumkin qizlar. Hozir men umuman vetichkasiz qilingan variantini ko'rsatib beraman. Demak, bu uchun vetichkani biz birinchi etak qismiga ko'chirib yuborishimiz kerak bo'ladi. Mana vetichkani ko'chirib oldik. Bizda yelkadan chiqqan ortiqcha joyini kesib tashlaymiz. Vetichkamizni ko'chirdik qizlar. Endi qiladigan ishimiz biza kaketkamizni kiritishimiz kerak. Demak, qanday kaketka xohlaymiz? 3 burchak kaketka xohlasak 3 burchak, aylana kaketgacha xohlasak aylana, to'g'ri xohlasak to'g'ri kaketkani bemalol kiritib olishimiz mumkin qizlar. Ana bu holatda biz xohlagan kaketkamizni hozir oldiga kiritib olsak bo'ladi. Bizda hozir so'ralgan kaketka esa qizlar ko'krak ostiga ozroq tushgan. Xo'p, demak yelka qismimizdan 4 sm o'tamiz va pastga uzunligini qo'yamiz. Demak, ko'krak liniyasini hisobga oladigan bo'lsam men hozir, sizlar esa qizlar yelkadan o'lchaysizlar, klientni xohlagan joyigacha xohishga qarab uzunligini qo'yib berasizlar. Men hozir ko'krak uchidan hisoblayman. Demak, pastga ko'kragimizdan 4 sm tushirgan holatda. Chunki menda hozir klient yo'q. Shu sababdan ko'krak liniyasini orientir qilgan holatda olyapman. Demak, bizani kaketka chizig'imizni kiritdik. Ana endi qiladigan ishimiz bizani yuqoriga kaketkamizni burchagini chizib olishimiz kerak. Bu yerda bizaga yuqorini o'lchaymiz qizlar. Demak, yuqorida mana 9 bo'lib kelyapti. 9 sm. Pastida kamroq qilsak chiroyli chiqadi. Juda ham tekis tushsa chiroyli chiqmaydi qizlar. 7 sm qilib olaman pastini. Demak, 7 sm qilamanda buni kaketkamni kiritib olaman bu yerga. Kiritib oldik qizlar. Bizda kaketka tayyor. Endi buni alohida qilib kesib olishim kerak bo'ladi. Tayyor qizlar. Kaketka qismimiz bizani va etak qismimiz. Ana endi biza qizlar ziborkali variantda bu yerga ziborka berishimiz mumkin. Agar ziborka xohlamasak, shuni o'zi etagini o'zi holida turishi mumkin qizlar. Demak, ziborkani necha beramiz? Ziborkani berish uchun ana bu masofamizni o'lchaymiz biza. 7 sm qizlar. Demak, 7 ga 7 qilib 1 ga 1 beradigan bo'lsak, qalin bo'lgan ziborka tushib keladi bizaga. Juda ham qalinni xohlamasak qizlar 2-3 sm kam olsak ham bo'ladi. Hop, 5 sm qilib hozir ziborkaga tashlayman. 5 sm o'lchayman. Va bu yerdan ziborkasi uchun qoldiraman. Demak qizlar, bizda mana bu to'g'ri liniya hozir mato bo'lyapti. Matodan bu yoqqa biza andozamizni joylashtirib olyapmiz. Boya aytib o'tganimdek qizlar, bu yerga kaketkani xohlagan kaketkamizni kiritib olsak bo'ladi va etak qismini ham xohlaganday qilib ziborkali yoki ziborkasiz variant qilib yoki bo'lmasa matoni qizlar mana bunday 45 gradusga qatlagan holatda, burchak holatda bichib olsak ham bo'ladi etagini. Kaketkani alohida olganimizdan keyin. Lekin aynan bu to'rtburchak kaketkaga burchak etak ketmaydi qizlar. Kaketkasini to'g'ri yoki aylana qilib olganimizda burchak holatda etagini olsak ham bo'ladi. Hop, yuqori kaketkamizni ham yopishtiramiz. Kaketkani esa mana buklovdan qizlar yopishtiramiz. Kaketkamizni qo'yib oldik. Ana endi qiladigan ishimiz bizani tikish haqlarini qo'shish. Qizlar, bizani andozamiz o'zi tayyor holatda-da.
buni kesib modellashtirganimizdan keyin biza bunga tikish haqisini qo'shib berishimiz kerak. Hozir bu tikish haqini qo'shmasdan shu andozani o'zini bichadigan bo'lsak, bizani ko'ylagimizda ana bu yerda 1 dan 2 santimetrga kichrayib keladi, yelkalarimiz kichkina holatga kelib qoladi qizlar. Shu sababdan tikish haqlarini qo'shgan holatda matoga chizib chiqishimiz kerak. Mana shu holatda 5 santimetr zibolka haqisiga va yuqorilari ham xuddi shunday bo'ladi. Bizaga tikish haqisi qo'shilgan holatda chizib bichib olamiz qizlar. Xo'p, keyin yon tomonga keladigan bo'lsak qizlar, zibolka beryapmiz. Ham zibolka berilyapti, ham vetichka yonga ko'chirilyapti. Va etak qismiga ko'chirilyapti. Etagimizda kenglik kattaryapti. Ham bu yoqdan, ham bu yoqdan kenglik kelgandan keyin etagimiz keng holatda bo'ladi. Demak, buni ixchamroq qilishni yo'li qizlar, agar juda ham keng bo'lishini xohlamasa, bizada mana bu ochilib kelinishini o'lchaymiz qizlar. Bu ochilishi hammada har xil keladi, razmerga qarab. Katta razmerlarga katta, kichkina razmerlarga kichkina bo'lib keladi. Mana bu vetichka yopilgandan keyin bu tomon qizlar o'zgarib keladi razmeriga qarab. Demak, buni o'lchaymiz bizada 15 santimetr. Ana shu chiqqan sonni teng yarmini yonidan olib tashlasak bo'ladi. Demak, yonidan olib tashlaymiz biza 7,5 santimetrni. Mana shu holatda qilib, to'g'ri holatda olib tashlasak ham bo'ladi yoki mana bu yerga ozroq figura berib olib tashlasak ham bo'ladi qizlar. Demak, shu holatda biza etagimizni toraytirishimiz mumkin qizlar. O'zini mana shu ochiq holatida ham tursa ham bu ham juda ham chiroyli chiqadi. Bu variantini ham ko'rsatib ketay. Juda ham keng kiyishni xohlamaydigan, ham bu yoqda zibolkasi bor-ku, ham bu yoq ham keng bo'lib ketmasin desa, promoyroq tushishni, ixchamroq tushishni xohlasa, mana shu yerdan teng yarmini olib tashlasangiz bo'ladi. Xo'p, keyin qizlar davom etamiz. Kaketkamiz bizada. Kaketkamizda ham xuddi shunday tikish haqisini beramiz. Orqa qismi esa qizlar, orqasini ko'rsatib o'tmadim. Orqa o'zini holatida qoladi. Oldimiz keng variant bo'lgani uchun orqamizga vetichkasini qo'yib bermaymiz. Orqasi ham sal kengroq turadi. Mana shu holatda. Qizlar, demak, ko'ylakchamiz tayyor bizani. Mana bu joy zibolkaga yig'iladi. Qolgan joylarimiz esa tushuntirib o'tganimdek yonidan xohishga qarab toraytirishimiz mumkin bo'ladi. Bu zibolka joyi ham xuddi shunday qizlar. Demak, 3 santimetrdan berishimiz mumkin. Ana bu yer 7 chiqdi-ku. O'sha 7 emas, 6 gacha qilik. 6 gacha, chunki 7 bo'lsa juda ham qalin bo'lib ketadi qizlar, biriga bir qilsak. 3 dan 6 gacha bemalol bu yerga zibolka haqisini berishimiz mumkin qizlar. Va kaketka qismimiz. Demak, kaketka qismimizda ham yana o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin. Mana bu yerga misol uchun qizlar tugma haqqi. Tugma haqqi qo'ygan holatda bu yerimizni tugmachali ham qilib olsak bo'ladi. Bularni bemalol o'zimiz o'zgartirib qilib ketsak bo'ladi qizlar. Xohishga qarab bu yog'i o'zgarib kelaveradi.